Qo'shni ham jonga tegdi, mana shu remont qilaveradi, menda. Ha, ginida to'xta, ushlading. Sen har yili xuddi shunday qilib suv sepasan, men har yili remont qilardim. Endi to'xtab tur, qara. Endi butun umr suv sepsang ham hech nima bo'lmaydigan bo'ladi, qara. Shuni mo'yshi bo'ladi, yuvib tashlasa ham bo'laveradi. Bu 6 sloy bo'ladi, qarang. Bemalol yuvib tashlasa mo'yshi bo'ladi. Endi har yili sepadigan bo'lsa, yuvsa bo'laveradi bemalol. Bemalol yuvsang bo'laveradi. Endi o'zing loy sepib turib, o'zing yuvoradigan bo'lasan. Ko'rib turgan fayzli xonadon qara, ichkarini ham bitta ko'rib qo'ygan. Atigi $3300 juda ham chiroyli qilib ustalarimiz qilib berishdi. 100 ming so'm qo'liga pul berdim. 6 sloy qilib juda ham chiroyli qilib travertin xizmatini qilib berishdi. Qilinayotgan ishlariga 15 yil garantiya berishar ekan, do'stlar, qaranglar. 15 yil. 100 ming so'mning ichida salafani, lesasi, xomashyosi hamma yo'g'ini ichida qilib berishar ekan. Bundan tashqari lifkasini ham bonusiga qilib berishar ekan. Ko'rib turgan joylari 400 kvadrat bo'ladi. Atiga $300 boshqa ideal holatga patkulush qilib berishdi. Kimgadir shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, videoda pastiga nomer qo'yaman. Aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, sizlarga ham chiroyli qilib berishadi. Gapirib yubordim.